Mening ismim Arif Zulfikar Yusuf va meni o'z yog' zavodim bor. Mening savolim shuki, Qur'onning tarjima qilingan kitobini musulmon bo'lmaganlarga o'qish uchun berish mumkinmi? Birodarimiz musulmon bo'lmaganlarga Qur'oni Karimning namunasini berish joizmi deb so'radi. Qur'onga kelsak, Qur'on tarjimasini berishga ruxsat beriladimi yoki yo'qmi? Bu joiz emas, lekin bu mustahab hisoblanadi. Bu mamnuniyat bilan qabul qilinadi. Chunki Alloh taolo bizga islomning mohiyatini musulmon bo'lmagan odamlarga yetkazishni buyuradi va buning uchun Qur'ondan yaxshiroq kitob yo'q. Qur'oni Karim musulmon bo'lmaganlarga sovg'a qilinadigan eng yaxshi kitobdir. Ba'zi musulmonlar orasida musulmon bo'lmaganlarga Qur'on bera olmaysiz degan noto'g'ri fikr bor. Qur'oni Karimning Voqea surasining 56-bobining 77dan to